sport, boylik, hamma narsa bittaga qo'shilgan. 7 milliard ichida 250 ta odam bor bu mashina. Ko'pchilik buni Fox'da o'ylasa kerak. Hozir uchamiz. Assalomu alaykum, hurmatli obunachilarimiz. Dunyo bo'ylab 250 ta chiqqan X5M bittasi o'zbegimda. O'zbegim uchun bitta like, obzorni tomosha qilinglar, juda qiziq bo'ladi. X5M Competition Monster bu original, hurmatli obunachilarimiz. Paradik obvesini o'zi 10 ming dollardan ortib turadi. Lazerli fara, 23 diska, eng full navorot va eng zo'ri limiterованный versiya. Bu avtomobilni olsanglar O'zbekistonda bittasida bo'ladi, dunyo bo'ylab 250 ta bo'ladi. Hurmatli obunachilarimiz, buni Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya hamma yoqqa jo'natib tashlaylar. Qayerda bor ekan bu avtomobil? Yana bitta topinglar. 1 dan 0 gacha kommentariyada baholanglar avtomobilga. Mana hozir bagajini ko'rsatib o'tamiz. Bagajimizda qaranglar, elektrichеский shtorka, hurmatli obunachilarimiz, avtomatik ketyapti. Bu narsa sizlarga kerak bo'lmasa bitta knopka bilan qaranglar, tez kirib ketadi. Betoni ip ignasigacha продуманный avtomobil. Bitta knopka bilan bagajni yopasizlar. Выхлоп qaranglar, hurmatli obunachilarimiz. Ilohim hammamizga nasib etsin. Karbonoviy bokovoy ko'ryapsizlarmi? Bunda datchik slipper zonamiz mavjud. Mana bu M bokovoy. Avtomobilimizda davodchiklari ham bor. Aytib o'tgandek 23-diska va paradik obves. Salonimizni qaranglar. Bu sport bilan boylik birlashgan juda raskoshdan ko'rasizlar, first edition. Avtomobilimizda Abduf Abagrev sideniya dislarmi, akustikamiz Bauer & Wilkins. Rulni qaranglar. Ikkita knopkani ko'ryapsizlarmi? M1, M2 bu o'zingizlarning individualniy настройка. Bu avtomobilda ishonasizlarmi, tormoz darajasini ham настройка qilsa bo'ladi. Misol uchun sportivniy tormoz qo'ysanglar bo'ladi yoki plavni ushlaydigan. Patologimiz Alcantara, Sky Lounge. Qaranglar, hurmatli obunachilarimiz, avtomobilda yo'q narsani o'zi yo'q. Juda raskoshli. Bu avtomobilni endi bitta sekin test drive qilamiz. Отдельно hozir sizlarga bu avtomobilning chiroyini ko'rsatamiz va yo'lda o'zini povedeniyasini ko'ramiz. Endi bu avtomobil bo'yicha rostini aytsam, umuman shubham yo'q, qanaqa yurib berishiga. Avtomobilimiz aqlliligini qaranglar. Hozir mana assistent заднего хода yozdi. Ko'ryapsizlar, metr ishlatib qilyapti, qanaqa yurganinglarni. Bas kirdinglar mahallaga. Shu bilan bitta rayga ursanglar, avtoda avtomobil o'zi polniy orqaga qaytarib beradi sizlarni. Qayerda bo'lgan bo'lsanglar. Nima deysizlar, hurmatli obunachilarimiz? Ko'pchilik buni Fox'da o'ylasa kerak. Sport, boylik, hamma narsa